3,5 ga 15 metr joyingiz bo'ladigan bo'lsa, siz ham qo'ziqorin yetishtirib daromad qilsangiz bo'ladi va savobga qolasiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda juda ko'pchilik kasal bo'lyapti. Kasalliklar oldini olinar ekan, iste'mol qilinadigan bo'lsa, Toshkentda juda ko'p supermarketlarda, restoranlarda va buni tuzlab, ovqat har xil holatda iste'mol qilishar ekan. Juda ko'pchilik yoqyapti ekan, bu achchiq bo'lmasa ekan, shirin holatda bo'lar ekan. Bu ko'rib turgan joylarning 3,5 metrga 15 metr joyimizga 1000 dona mana shu holatda paketda upakovka qilib yetishtirilyapti. Xona graduslari ham zo'r. Bu xonada hech qachon yo'tali boshqa bo'lmaysiz. Kislorod bir xil holatda bo'lar ekan. Bu hech qachon sizni kasal qilmas ekan. Biz qana nafas oladigan bo'lsak, bu qo'ziqorinlardan xuddi shunaqa nafas olib yetishtirilar ekan. Bir xil havo bo'lib turar ekan. Daromadiga keladigan bo'lsak, shu bir dona paketimizni o'zidan, xo'p, 40 ming, 50 ming so'mgacha daromad qilsangiz bo'lar ekan. Bu degani kilosi 25 ming so'mdan 30 ming so'mgacha kilosini sotilar ekan. Ko'proq supermarket qolgan joylarga ham sotiladi. To'liq informatsiyasini YouTube kanalimizdan ko'rsalaring bo'ladi. Biz 20 minutcha video qilganmiz. Ravshan TV ga kirasizlar, to'liq informatsiyani ko'rib, bemalol shuni o'rgatish mutlaqo bepul ekan. Kirib o'rgansalaring bo'ladi.